siz Ha, endi qanday nimadan qiziq holatlar bo'lganmi? Umuman shifokorlik faoliyatingizda yoki jamiyat markazida biror bir o'zimiz bilan bog'liq yo bir chet ellik bilan bog'liq yoki albatta har kuni esda qolgan bir esda qoladi. Nima desamki, bitta gap bor. Bugun yaxshi kun bo'lmasligi mumkin, lekin har bitta kunda o'ziga yarasha yaxshilik holati bor. Esda qoladigan narsa bo'ladi. Bu narsa aytish qiyin, albatta. Endi shifokorlik yillarimda studentlik paytlarimda juda ko'p nimalar bo'lgan, qiziqarli holatlar bo'lgan. Paxtaga borib paxta tergan paytingizda ham bir esimda bor. Bir esda qoladigan narsa. Doimo paxtada borganimizda to'r bo'ladi. Men ovqat qilishni yaxshi ko'raman. O'g'lim ham Sulton degan ovqat qilishni, narsa pishirishni yaxshi ko'radi. Shunda o'z bilasiz 11 ga yaqin, 12 ga yaqin talabalar chiqadi, ovqat tayyorlagani qilgani. Bir paytda dalada suv olib kelishmadi. Ovqatga solgani suv. Oddiy suv. Yonimizda anhor oqyapti. Shunda endi noiloj baribir qaynatib yuborasiz, mikroblarni o'ldirib yuborasiz degan nima bor, fikr bor. Shunday paxirda olib suv quyib ovqat tayyor bo'lishi kerak. Chiroyli toza joyidan olib quydik. Ovqat pishdi.